Buni o'pka saratoningiz hozir yaxshi bo'lib ketdimi shunda? Qancha muddatda yaxshi bo'ldingiz? Men o'pka saratonining oxirgi nesini olmoqqa keldim. Oxirgi dorisini 1 yildan beri davolanaman. Undan boshqa kasalliklarim ham bor edi, o'pka saratoni. Saxirman bor edi, keyin oyoq og'riq bor edi, ichaklardagi shamollashlar, pochka kanalindagi shamollashlar ham bor edi. Baraka toping. Avvalgidan dim yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi. Yulduzxonaxon G'aybollayeva, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Murod Shifo tabobat klinikasi bosh tabibi, vrachi. Ularda o'pkada o'ng qismida o'simta saraton bor edi. Endi 1 yildan beri davolab keldik. Hozir o'simtalari tomografiya qilib tekshirtirganimizda Allohga shukr yo'q chiqdi. Yo'q. Shu bilan birgalikda saxirlari 9 edi. Saxirlari ham hozir normada 5-4 ga tushdi. Bir holda yuribdilar. Saxirlari hisobiga ko'zlarida kataraktalari bor edi. Kasalliklariga o'zimizda tabiiy giyohlardan tomchilatamiz berdik. Hozir mana kataraktalari ham yaxshi chiqdi. Saxirlari ham yaxshi chiqdi. O'pkalarini MSKda tekshiruvlari ham yaxshi chiqdi. Hozirgi kunda oxirgi kurs lecheniyalarni olyaptilar. Kurs lecheniyalarni beryapmiz. Murod Shifo tabobat klinikasi Yulduzxonaxonga kelaverasizlar. Juda ham ko'plab ojonalarimiz, og'ir bemorlarimizdan kelishyapti ekan. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, hamma ma'lumotni olsangiz bo'laveradi. Manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beramiz. Opam bitta like bosib qo'yasizlar. Hojonimga shifo bersin. Yaxshi rahmat.